O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish yo'li. Iqtisodiy yo'lning ahamiyati. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish yo'lini tanlab, sanoat, transport va savdo sohalarini jadal rivojlantirmoqda. Bu mamlakatning ichki barqarorligi va xalqaro mavqeini oshiradi. Transport iqtisodiyot tayanchi. Avtomobil yo'llari, ichki savdo va aholining temir yo'llari, yuk tashish va eksport importni rivojlantiradi. Havo yo'llari xalqaro aloqalar va turizmni kengaytiradi. Samolyotda odam tashish. Samolyot odamlarni uzoq masofalarga tez va xavfsiz yetkazadigan havo transportidir. Tezligi 700-900 km/soat bo'lishi mumkin. Sig'imi 50 dan 400 yo'lovchigacha. Yo'nalishi ichki va xalqaro reyslar. Poyezd va mashinalar taqqoslangan ma'lumot. Poyezd temir yo'l transporti. Tezligi 60-250 km/soat. Sig'imi 200 ming. Yo'lovchi uzoq masofaga qulay, ko'p yo'lovchi tashiydi, katta yuk va tashish samarali, ekologik toza. Mashina avtomobil transporti. Tezligi 60-180 km/soat. Sig'imi 4-7 kishi. Manzilga to'g'ridan yetadi. Qulay va tezroq, istalgan vaqtda yo'lga chiqadi. Kichik masofalar uchun mos. O'zbekiston aholi joylashuvi va urbanizatsiya. Yirik shaharning o'sishi. Toshkent, poytaxt, Samarqand, Namangan, Andijon va Buxoro eng yirik shaharlardir. Aholi zichligi bu shaharlarda yuqori. Migratsiya sabablari: ish va yaxshi maosh topish uchun, yaxshi turmush tarzi va xizmatlar uchun, ta'lim va o'qish imkoniyatlari uchun, sog'liqni saqlash va